Assalomu alaykum aziz YouTube kanalim obunachilari, mani o'quvchilarim, mani kuzatuvchilarim. Men bugun sizga barcha ayol qizlar uchun muhim bo'lgan, umuman barcha uchun muhim bo'lgan, odatda biz ahamiyat qilmaydigan, biz nazarga olmaydigan, biz diqqatimizni qaratmaydigan, biz e'tibor qilmaydigan bitta mavzu haqida gapirmoqchiman. Bu ona mavzusi. Ona nima uchun aynan bu mavzu haqida men bugun sizga tushuntirmoqchiman. Men juda ham ko'p ayollar bilan ishlayman va ishlash jarayonimda eng asosiy ayollardagi og'riqlar, shunaqa savollar ko'p keladi, shunaqa muammolar ko'p bo'ladi, shunaqa og'riqlar ko'p bizning ayollarda. Men sevgi his qilmayman. Men oilada, munosabatlarda qadr ko'rmayapman. Mani qadr qiymatim yo'q. Men qadrlanmayapman. Turmush o'rtog'im e'tibor bermaydi. Munosabatlarda muammolarim bor. Men o'zimni namoyon qilishdan qo'rquvim bor. Nimadir ish boshlamoqchi bo'laman, lekin qo'rquvim bor. Yoki pul bor, lekin baraka yo'q. Ya'ni serobgarlik yo'q. Hech narsaga yetmaydi. Yoki bo'lmasa o'zimga kelgan pulni, qo'limga kelgan pulni o'zimga ishlata olmayman. O'zimga loyiq ko'ra olmayman. Yoki-da o'zimga vaqt ajrata olmayman. Hammaga resurs beraman, hammaga xizmat qilaman, lekin o'zimga kelganda doim o'zimdan pulni ham, vaqtni ham tejayman. O'zim uchun yashamayapman. Yoki men o'z yo'limni topa olmayapman. Meni missiyam nima o'zi? Men baxtsiz his qilyapman o'zim, men quvonch his qilmayapman. Xuddi shunaqa savollar juda ham ko'p keladi. Va meni tahlillarim, kuzatishlarim va olgan ilmlarim natijasida va hayotimdan o'tkazgan tajribalarim natijasida men bitta narsani sizga aniq ayta olaman. Ayol kishida sevgini yetishmasligi, o'zini ayoldek his qila olmasligi, hayotda ayol rolini yo'qotib qo'yganligi, munosabatlarda muammolari borligi, doimiy qadr qiymat e'tibor kutishi, lekin evaziga hech narsa ola olmasligi, o'zini shuncha qurbon qilsa ham, shuncha harakat qilsa ham nimadirga erisha olmasligi, bu bitta figura bilan bog'liq. Bu ham bo'lsa ona figurasi. Men ona mavzusiga o'tishdan oldin sizga bitta qonuniyatni tushuntirmoqchiman. Biz ikkita shaxsning qo'shilishidan tashkil topganmiz. Ikkita insonning DNKsi qo'shilishidan biz tashkil topganmiz. Ya'ni mani otam, deylik mani otam va mani onam DNKlari qo'shilgan va men paydo bo'lganman. Sizda ham xuddi shunday. Sizni otangizni DNKsi bilan onangizni DNKsi qo'shilib siz paydo bo'lgansiz. Demak, biz kimni DNKlardan iboratmiz? Kimdan iboratmiz? Biza ota va onamizdan iboratmiz. Shuning uchun bizani o'ng tarafimiz ota qismimiz, chap tarafimiz esa bizani ona qismimiz hisoblanadi. Ya'ni otamiz bizni o'ng tarafimizda turib, bizga ma'lum resurslarni yetkazib beradi. Onamiz chap tarafimizda turib, bizga ma'lum resurslarni yetkazib beradi. Ajdodiy tizim, nasliy tizim bo'yicha biza zanjirni keyingi qismimiz, ya'ni bizni ota-onamiz bizdan katta figura, iyerarxiya bo'yicha ular katta figura hisoblanadi. Ya'ni ular bizga o'tkazuvchi, bizga ustoz, o'sha oldingi ajdodlardan kelgan programmalarni ular filtr bo'lib bizga o'tkazib beradi. Bizni bu hayotga o'tkazib beradi. Ya'ni biz ruh holimizdan tana shaklida biz ota-ona orqali dunyoga kelamiz va biz kimni tanasida dunyoga kelamiz, kimni tanasida biz katta bo'lamiz? Albatta bu onani. Onaning matkasida, bachadonida homila paydo bo'ladi va bachadon matka orqali farzand dunyoga keladi. Biz ham ayolmiz va bizda ham xuddi shunday matka, ya'ni bachadon bor. Matka so'zi ham mat, bu ona so'zidan olingan. Ya'ni ayolni fitratiga qaraydigan bo'lsak, ayol bu yaratuvchi hisoblanadi. Ya'ni ayolni mana machadon, matka faqat ayolga berilgan. Boshqa hech qaysi ayol jinsiga berilgan, ya'ni. Demak, yaratuvchilikni, farzand dunyoga keltirishni, onalikni Alloh taolo ayolga berdi va ayolda yaratuvchilik, o'zgartiruvchilik xislati bor. Va bu xislat, bu manba kim? Bu manba ona. Demak, biza onamizni matkasida paydo bo'lganmiz va o'sha yerdan biz dunyoga kelganmiz. Ya'ni bizni onamiz dunyoga keltirgan. Demak, bizni ilk manbamiz bu onamiz hisoblanadi va onamiz chap tarafimizga javob beradi. Ya'ni men nima demoqchiman? Bizni bu dunyoga o'tkazuvchi, bu dunyoga o'tkazib qo'yuvchi bu ona hisoblanadi. Va ana shu jarayonda biz onani matkasiga, urug'
ya'ni o'sha ulug' bo'lib tushganimizdan toki dunyoga kelgunimizcha onamizni o'ylagan fikrlari, o'y hayollari, hissiyotlari, og'riqlari, nima his qilgan, nimani o'ylagan, nimadan og'ringan, nimadan xursand bo'lgan, nimani yaxshi ko'rgan, qiynalganmi, oson o'tkazganmi, qiyin o'tkazganmi, barchasi bizga dastur bo'lib homila paytimizdayoq yoziladi. Buni isboti sifatida men sizga bitta narsa aytishim mumkin. Mashhur bir rivoyat bor. Bir insonni farzandi dunyoga kelganida u bitta donishmandning oldiga boradi va aytadi: "Mani farzandim dunyoga keldi. Men unga tarbiya berishni qachondan boshlay?" degan o'sha bitta donishmand odamni so'raydi, ya'ni maslahat so'raydi. Shunda donishmand aytadiki, "Farzanding dunyoga keldimi?" "Ha, farzandim dunyoga keldi." "Demak, tarbiya berishga kech qolibsan." "Nimaga?" "Chunki farzandning tarbiyasi ona qornidayoq boshlanadi" deydi. Bu rivoyatni ko'pchilik eshitgan. Demak, farzandning, ya'ni homilaning ona qornidagi payti danoq unga nima singadi? Fikrlar, tushunchalar, hissiyotlar singadi. Kim orqali? Ona orqali. Onaniki o'tadi. Demakki, bizning asosiy manbamiz, ya'ni bizning hozirgi fikrlarimiz, tushunchalarimiz kim orqali shakllangan? Ona orqali shakllangan. Biz agar hozir ishonayotgan qadriyatlarimiz, fikrlarimiz, tushunchalarimizni tahlil qiladigan bo'lsak, bu onamizniki bo'lib chiqadi. Ya'ni onamiz o'ylagan, bizga programma bo'lib singan. Yoki bo'lmasa, onamiz bizga aytgan, biz shunaqa deb o'ylab qolganmiz. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi ahamiyatsiz. Bizning psixikamiz onam aytdimi, bu to'g'ri deb qabul qilgan. Chunki ona figurasi hamma uchun eng asosiy figura hisoblanadi. Ya'ni ona bu juda ham muhim. Mani onam deganda hamma juda ham muhim va katta, o'zi uchun ahamiyatli bo'lgan, mehr-muhabbatli bo'lgan figurani insonni tushunadi. Demakki, ayniqsa bolacha yosh paytida, dunyoga kelgan paytida onasi u uchun eng muhim inson hisoblanadi. Doim onani qidiradi, onani ovozidan taniydi. Kichkina bo'lsa ham, chaqaloq bo'lsa ham u onani hididan taniydi. Ya'ni ona bilan bizni ilohiy bog'liqligimiz bor. Chunki bilasiz, kindik orqali biz bog'lanamiz. Tug'ilganimizda esa o'sha kindik kesiladi. Ya'ni men nima demoqchiman? Demak, onamiz bizni tushunchalarimiz, fikrlarimiz, hozir ishonib yashayotgan dastur programmalarimizni onamiz ssenariylashtiradi aslida va biz uni ona orqali olamiz. Demak, ona bizning chap tarafimizda turadi va ona bizdan katta figura hisoblanadi. Endi men yana bitta narsani aytmoqchiman. Bu dunyoda ayol va erkak doim juftlashib yashaydi va ayolning o'zini javob beradigan resurslari bor. Erkakning o'zini javob beradigan resurslari bor. Biza buni bilish uchun insonni yaratilishiga qarasak bo'ladi. Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratib, erkak jinsini birinchi yaratgan. Odam alayhissalomni yaratib jannatiga tushirganida va Odam alayhissalom u yerda jannatda unga hamma ne'matlar bisyor edi, hamma narsa bor edi. Bu rivoyatlarda keladi, mana muqaddas kitoblarda keladi. Men buni ilm-fan nuqtai nazaridan gapiryapman, diniy nimalarga aloqasi yo'q. Ya'ni men mana shu faktni isbotlash uchun. Buni hamma biladi, bu qissani hamma eshitgan va buni aniq fakti bor. Demak, yurganida hamma ne'matlar unga bisyor edi. Lekin u baribir o'zini nima qildi? Yolg'iz his qildi. Va Alloh taolo Odam alayhissalomni uxlatib, uning qovurg'asidan ayol kishini yaratdi, ya'ni Havvo onamizni. Va sen kimsan? Mana Odam alayhissalom ko'zini ochganda ona shunaqa dialoglar bor. Sen kimsan deganda, men ayolman, men Havvoman degan. Men seni Alloh nima uchun yaratdi deganda, seni sakinating uchun. Ya'ni mana qarang, erkak va ayol. Ayol nimaga javob beradi shunda? Ayol hissiyotga, xotirjamlikka, sakinatga, sevgiga ayol javob beradi. Go'zallikka ayol javob. Bu hayotda go'zallikka sevgi deganda hammani miyasiga sirazi ayol keladi. Hammani miyasiga go'zallik deganda ayol keladi. Ayol sevgiga, go'zallikka, qalbiga, hissiyotga javob beradi. Va bizning hayotimizdagi bizni mana chaqaloq edim va ko'zimni ochdim. Mana bu dunyoda ko'zimni ochdim. Birinchi ko'rgan ayolim kim? Bu mening onam. Demak, meni onam, mani psixikam, mani onamni ayol shunaqa bo'ladi deb qabul qilgan.
va man onam orqali ayol qanaqa bo'ladi, ayol munosabatlarda qanaqa bo'ladi, onamni munosabatlari, onamni suhbatlari orqali man shu orqali tushunganman. Birinchi, chunki man birinchi kimni ko'rdim? Man birinchi onamni ko'rdim. Onam mani hayotimdagi birinchi ayol va ayol haqidagi, ayol qanaqa bo'lishi kerakligi haqidagi fikrlarning barchasi mani onam orqali shakllangan. Demak, sevgini ham, sevgi, go'zallik, e'tibor, qadr masalalari bu kim bilan bog'liq? Bu ona bilan. Ayol javob beradi sevgiga, go'zallikka, izobiliyaga, yaratuvchilik, ko'paytirish, hosildorlik, pul keladi, uni barakali bo'lishi bu ayol energiyasi, ona energiyasi bilan bog'liq hisoblanadi. Masalan, onangning duosini olsang barakali bo'lasan, otangning duosini olsang barakali bo'lasan degan gaplarni eshitgansiz. Yoki onani duosi qabul bo'lmasdan qolmaydi. Yoki o'sha hadislar ham bor, kimga yaxshilik qiling, birinchi bo'lib kimga yaxshilik qilaydiganda onangga, yana kimga, yana onangga, yana kimga, yana onangga, keyin otangga deyiladi. Demak, aynan izobiliya, ayoldagi izobiliya, ayollik, go'zallik, sevgi, sevilish, sevish bu ona figurasi bilan bog'liq. Va onamiz bizani chap tarafimizda turib bizga mana shu resurslarni yetkazib beradi. O'zimizni sevishimiz, tanamizni qabul qilishimiz, o'zimiz holatimizni qabul qilishimiz, o'zimizga ishonishimiz, hayotda barakali bo'lishimiz, hayotda munosabatlarda sevgida yashashimiz, hayotni his qilishimiz bu ona figurasi bilan bog'liq. Endi man, deylik mana onam, tasavvur qiling, chap yelkamga qo'lini qo'yib turibdi. Endi man o'zimni onamdan norozi bo'lsam, tasavvur qiling. Hammada bor onadan norozilik. Hammada bor. Onamni yaxshi ko'rishim mumkin, onam bilan munosabatim yaxshi bo'lishi mumkin. Gap bunda emas. Gap man onam haqida nima deb o'ylayman. Agar man onamdan norozi bo'lsam, onam unaqa ayol bo'lishi kerak edi, bunaqa bo'lishi kerak edi, munosabatlarda mana bunday yo'l tutish kerak edi, unaqa yashamagan, bunaqa yashamagan, buni qilmagan degan onamni yashab o'tgan taqdiri, uni yashab o'tgan sinovlari, uni boshidan o'tkazgan tanlovlari, uni taqdir yo'lida man tanqid qilsam, man norozi bo'lsam, nima qilaman? Onamga ona bo'lib olaman. Ya'ni onam meni orqamda turishi kerak edi, man onaman, u onam meni orqamda turadi, onam, man farzandman. Man nima qilaman? Onamni orqasiga o'tib olaman. Ya'ni farzand rolidan chiqib onamga ona bo'lib olaman. Chunki katta figura kim? Katta figura ona. Man kichkina figuraman iyerarxiya bo'yicha. Man tanqid qilyapmanmi? Demak, man katta bo'lib olaman. Katta figuraga aylanaman. Ya'ni ona bo'lib olaman. Ona bo'lib olaman. Natijada man mana bu yerda farzand bo'lib turib, man resurs olishim kerak edi onamdan. Resurs olishim kerak edi. Lekin men onamdan norozi bo'lgan paytim, onamni tanqid qilgan paytim, onamni taqdir yo'lini qabul qilmagan paytim nima qilaman? Onamni orqasiga o'tib olaman. Farzand bo'lmayman, ona bo'lib olaman. Natijada menga mana shu resurslar yetib kelmaydi. Sevgi, qadrlanish, baraka, o'zini loyiq ko'rish, o'ziga sevgi berish resurslari yetib kelmaydi. Men o'zimni o'rnimni yo'qotaman. Bu birinchi. Birinchi mana shuni to'g'rilashimiz kerak. Agar hayotingizda hozir baraka, munosabatlarda farqi yo'q. O'zingiz bilan bog'liq. Mana o'zingizni namoyon qila olmaslik yoki o'zingiz qabul qila olmaslik, xiyonat, o'zingizni yaxshi his qilmaslik, baxtli his qilmaslik muammolari bo'ladigan bo'lsa, bilingki, o'sha resurs yetib kelmayapti. Yoki onaga norozilik bor yoki tanqid bor. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala. Bizga onamiz orqali ayollar tizimimizdagi, naslimizdagi ayollar tizimimizdagi ssenariylar o'tadi. Masalan, men ayollar bilan ishlaganimda aytishadi. Nima uchun deyman, o'zingizga pul ajrata olmaysiz? Nima uchun o'zingizga vaqt ajrata olmaysiz? Deganimda aytishadiki, men sayohatga chiqsam, dam olishga chiqsam, o'zimga ajratsam aybdor his qilaman. Nimaga? Onam moldida. Onam bunaqa yashamadi, onam zo'r yashamadi, onam bormadi, onam kiymadi, onam yemadi. Menga ham mumkin emas degan ongsiz, neosozanno deydi. Ongsiz iqrorlik bor. Buni bilish uchun hozir meni ortimdan qaytarib ko'rasiz. Meni ortimdan birma-bir qaytaring, qanchalik bu narsasida bor. Demak, qabul qilaman, tan olaman. Men ichimda ayollar tizimimga sodiqlik bor. Bu o'ringa joy bo'shatib beraman. Qabul qilaman, tan olaman.
man o'zimga loyiq ko'ra olmayman. Va shunga o'xshaydiki, mani onam bunaqa yaxshi hayotda yashamagani uchun, o'ziga loyiq ko'ra olmagani uchun, o'ziga pul ajratmagani uchun, o'zini qadrlamagani uchun men ham o'zimga loyiq ko'ra olmayman, o'zimni qadrlay olmayman, o'zimga vaqt, pul ajrata olmayman. Mani onam o'zini sevmagani uchun men ham o'zimni seva olmayman. Bu o'ringa joy bo'shatib beraman. Qabul qilaman, tan olaman. Agar men o'zimni sevsam, o'zimga loyiq ko'rsam, izobilniy, boy hayotda yashasam, sayohatlarga chiqsam, mazza qilib yashasam, ayollar tizimimga, onamga, ona tizimimga, rodimdagi ayollarga men ularni ko'rmagan bo'lsam ham xiyonat qilyapman deb hisoblayman. Ularga xiyonat qilyapman deb hisoblayman. Takrorlaysiz mana shularni hammasini. Xiyonat qilyapman deb hisoblayman. Va men rodimdagi ayollarga, ayollar tizimimdagi ayollarga sodiq bo'lish uchun, men sizlarga sodiqman deyish uchun yoki ular meni rad qilishidan qo'rqib, ularni ssenariylarida ongsiz ravishda yashab yuraman. Bu o'rinlarni hammasiga joy bo'shatib beraman. Aynan mana shu so'zlarni 3 marta takrorlaysiz. Yozib olib takrorlasangiz ham bo'ladi va ko'rasiz qanchalik bu narsa bizda bor. Men ko'raman, bizning o'zbek jamiyatida, o'zbek ayollarida ona orqali kelgan og'riqlar juda ham ko'p. Va shunaqa narsa bor. Men onamday ayol bo'lmayman. Men onamni yashaganlarini yashamayman. Men onamday yo'l tutmayman deb xuddi onasiday bo'lib qoladi. Mana masalan, keladi ayollar, mijozlarim, onangiz haqida 5 ta fikr ayting deyman. Aytadi, onam o'ziga qaramaydi, o'ziga vaqt ajratmaydi, o'zini boshqalarga qurbon qiladi doim, o'zini birinchi o'ringa qo'ymaydi, o'ziga pul ajratmaydi deyshadi. Keyin savol beraman. Sizchi? Siz o'zingizga pul ajratasizmi? Siz o'zingizga vaqt ajratasizmi? Siz o'zingizni qurbon qilmayapsizmi boshqalarga? Siz o'zingizni markazingizdamisiz? Mana o'zingizni markazingizdamisiz? Ayollik yo'q deyshadi. Demak, onangiz bilan bir xilsiz. Deganimda, keyin transformatsiya boshlanib ketadi. Ya'ni o'zi bilmagan holda onasini qaysi tarafini tanqid qilgan bo'lsa, xuddi shunaqa ssenariyda yashayotgan bo'ladi. Va biz ong osti bilan ong ostiga tushib, mana shu programmalarni ishlamaguncha bu yopilmaydi. Ya'ni men 50 ga kirsam ham, 40 ga kirsam ham, agar men bularni ongli ravishda yopmasam praktika orqali, men onamni ssenariylarda yashab yuraveraman. Onam qanaqa og'riq yashagan bo'lsa, munosabatlarda qadrsiz his qilganmi, pul ola olmaganmi, masalan, turmush o'rtog'idan, ya'ni men otamdan deylik. Keraksiz his qilganmi o'zini, sevgisiz his qilganmi, himoyasiz his qilganmi? Bular hamma ssenariy bo'lib o'tadi. Chunki men nimani ko'rdim? O'shani ko'rdim. Doim biz oilani modellashtiramiz. Va ongsiz ravishda men o'zim ham bilmagan holda mana shunday onamni ssenariylarda yashab yuraman va aytaman, turmush o'rtog'im aybdor, falonchi aybdor deb boshqalarni ayblayman. Lekin programma kimda? Meni o'zimda turgan bo'ladi. Bu bir. Ikkinchi narsa, ikkinchi eng muhim narsani sizga aytaman. Biz ongsiz ravishda onamizni ssenariylarida yashayotganimizni bilmasdan yashab yuramiz. Yashab yuramiz. Va buni eng minus tarafi shuki, bizni farzandlarimiz ham, qizlarimiz, o'g'illarimiz, deylik kelinlarimiz kerak bo'lsa, kelgan, endi kelin boshqa masala, kelin o'zini onasini programmasida keladi. Asosan qizlarimiz, bizani farzandlarimiz, bizani avlodlarimiz ham shuni modellashtiradi. Shunaqa narsa bor.
biza tug'ilgan oila, mana men o'sgan muhit bu juda ham muhim. Men hamma narsani, dunyo haqida, hayot haqida, pul haqida, deylik ayol haqida, munosabat haqida shu yerda o'rganaman. Maktab bu. Shu yerdagi hamma modellarni olaman. Agar meni onam o'zi uchun yashamagan bo'lsa, demak ayol shunaqa bo'ladi. Yoki onam menga, sen agar mana bu ishlarni qilmasang, seni haydab yuborishadi. Sen yaxshi ayol bo'lmaysan. Yaxshi ayol bo'lishing uchun mana bunaqa qilishing kerak degan bo'lsa, yoki o'zi buni ko'rsatgan bo'lsa, yaxshi ayol bo'lishga harakat qilib o'zidan kechgan bo'lsa, men ham xuddi shunaqa harakatlarni ongsiz takrorlayman. Natijada keyinchalik tana orqali yoki xiyonat, har xil holatlar bilan biz nima to'laymiz? Biz badal to'laymiz. O'sha o'zimizni markazimizda bo'lmaganimiz, o'zimizni ssenariyimizda emas, boshqa ssenariyda yashayotganimiz uchun. Endi bitta narsa bor. Demak, oiladan modellashtiramiz. Doim mana men qurgan oilam bu men kelgan oilani proyeksiya qiladi sal boshqacha shaklda. Men o'zimni oilamdan, tug'ilib o'sgan oilamdan bir oilaga kelin bo'ldim deylik. Men bu oilada, o'sha oilada olganlarimni qo'llayman. Xohlaymanmi yo'qmi? Psixika shunaqa ssenariylarni ishlatadi. Endi agar men o'zimni tug'ilgan oilamda onamga tanqidim bo'lgan bo'lsa, onamdan norozi bo'lgan bo'lsam, otamdan farqi yo'q, ayniqsa onadan bo'lgan bo'lsam, qanaqa qilib men o'zim kelin bo'lib tushgan oiladagi boshqa bir onani, ya'ni qaynonani, erimni onasini yoki qanaqa qilib men erimni qabul qilishim mumkin, u bilan baxtli yashashim mumkin, qanaqa qilib men kelishishim mumkin. Men onam bilan kelishmayman hali. Men hali onamga noroziligim bor, manbamga o'zimni. Hali men u yerda to'liq shakllanmagan, onam bilan shartsiz munosabat shakllanmagan. Qanaqa qilib men munosabatda sevgi his qilishim mumkin, qanaqa qilib men kelishishim mumkin atrofdagilar bilan. Men ilk meni manbam bilan kelishmayman. Mana ko'ryapsizmi? Qanchalik muhim. Hayotimizdagi 80% hozirgi muammolarga farqi yo'q. Hozir qanaqa muammongiz bor? Bu ona bilan ishlanganda va matka bilan, bachadon bilan ishlanganda hal bo'ladi. Buni o'zini maxsus praktikalari bor va albatta mutaxassis sifatida men bunaqa praktikalarni ishlab chiqqanman. Va men aytmoqchimanki, agar hayotingizni o'zgartirish, mana bu ssenariylardan chiqish vaqti kelganini his qilgan bo'lsangiz va hayotingizda sevgini his qilib, izobiliyada yashashni xohlasangiz, albatta ona bilan ishlashingiz kerak va men bu bo'yicha maxsus kurs tayyorladim. Bu kursimning nomi Ona va sevgi ayol transformatsiyasi deb nomlanadi. 10-avgustdan boshlanadigan ushbu kursimda men ona mavzusi, ayollik mavzusi, izobiliya, serobgarlik, o'zini namoyon qilish, o'zini yaxshi ko'rish, o'ziga loyiq ko'rish, nazoratlarni qo'yib yuborish, ayol bo'lish, ona emas, ayol roliga o'tish bo'yicha maxsus praktika va darslar beraman. Va bu darslardan keyin albatta sizni hayotingizda yangi sahifalar ochiladi, yangi o'zgarishlar bo'ladi. Aynan mana shu ota orqali ishlaydigan kurslarim ham bor, endi hozir ona bo'yicha. Aynan mana shu ona bilan ishlash orqali meni juda ham ko'p o'quvchilarim juda ham zo'r natijalarga chiqishgan. Masalan, munosabatlarda haqiqiy shartsiz sevgi bosqichiga chiqqan, oilasini ajrimdan saqlab qolgan, munosabatlarda turmush o'rtoq tarafdan sovg'alarga, pullarga ochilgan, turmush o'rtog'ining ishi yurishgan. O'zi serobgarlikka, izobiliyaga kelgan, uylar, mashinalar olgan hattoki o'quvchilarim bor. Va men bu jarayonda ko'rdimki, aynan ona bo'yicha ishlash, onani qabul qilish, tan olish, bu og'riqlarni ishlash, bu ssenariylarni ishlab yopish va o'zini markaziga, o'zini yo'liga, o'zini ssenariysida yashash, onasini emas, ayollar tizimidan kelgan og'riqlarda emas, o'zini yo'lida yashash qanchalik ayol uchun muhim. Aynan avgust oyi bu juda ham kuchli oy bo'lib, quyosh kunlari, ya'ni yerga katta potok energiyalar keladi tepadan va juda ham bu energiyalar bizga yordam beradi. Energiya baland bo'ladi va praktikalarni qilganimizda bu nur tezligida yaxshiroq ta'sir qiladi. Kursda bir kun sessiya, ya'ni seans ona bo'yicha praktika, ikkinchi kuni
yozma praktika. Bir kun sessiya, bir kun praktika. Shaxsan o'zim olib boraman. 10-avgustdan boshlanadi. Kursimiz narxi 352 ming so'm hozir chegirmada. 10-avgustgacha yozilish imkoningiz bor. Mana shu YouTube kanalimni izohlarida men Telegram kanalimni va menejerimni manzilini qoldiraman. Telegram kanalimga o'tib kurs haqida yana ham to'liqroq ma'lumot olishingiz va menejerim orqali kursga yozilishingiz mumkin bo'ladi. Bilasizmi, men ushbu sohada psixologiya, ayollar bilan mana bu yil 4-yil ishlashim, kirib kelganman bu sohaga va juda ham chuqur o'rgandim. Men bitta narsani aniq ayta olaman. Agar ayol kishi o'zini markazini topsa, o'zini anglasa, o'zi resursda bo'lsagina, u atrofga baxt bera oladi, uni oilasi baraka bo'ladi. Ayol rivojlangan bo'lsa, rivojlansa va bundan keyingi davr ayol kishiga mana shunday ilmlarni, rivojlanishni, o'zini ustida ishlashni talab qiladi. Aynan bu mavzuda ishlab har qanaqa holatdan chiqish mumkin. Stress, depressiya, holsizlik, energiyasizlik, biror ishni boshlay olmaslik, ishi yurishmaslik, baraka yo'qligi, mana shu narsalardan chiqish mumkin. Va albatta men qo'shimcha bonuslar ham beraman. Kurs haqida to'liq mana Telegram kanalimda ma'lumot olishingiz mumkin va Telegram kanalimda boshqa bepul darslar ham bor. O'sha darslarga ham ulanishingiz mumkin. Endi men nima demoqchiman? Albatta har bir ayol qizni mana shu kursda kutib qolaman. Kursda juda ham yuqori kuchli praktikalar tayyorlaganman. Bu haqida, mana shu mavzu haqida yaxshilab o'ylab ko'ring. Yaxshilab o'zingiz tahlil qiling. Kimni ssenariyda yashayapsiz? Va nima uchun necha yildan beri bir xil joyda qotib qolgansiz va bundan chiqish uchun nimalar qildingiz, qanaqa qadamlar tashladingiz? O'zini sevish bu faqat o'zga kiyim olib berish, o'zga kosmetika olib berish yoki tashqaridan o'zini to'ldirishga harakat qilish emas, balki ichkaridan to'lish, ichkaridan resursga to'lishdir. Va bu albatta ona masalasi orqali hal bo'ladi. Men sizlarni sevgida yashashga, barakada, izobiliyada yashashga chorlab qolaman. Aynan mana shu kursim orqali. Hammaga rahmat.